Ishtixon tumanida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda Samarqand viloyati hokimligi tashabbusi bilan Yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyat shiori ostida kitobxonlik festivali bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy sohada olib borilayotgan islohotlar doirasida yaqinda davlatimiz rahbari tomonidan yana bir muhim tashabbus umummilliy kitobxonlik harakatiga start berildi. Aynan ushbu ezgu tashabbusning amaliy davomi sifatida Ishtixonda tashkil qilingan kitobxonlik festivali haqiqiy ma'naviyat va adabiyot bayramiga aylandi. Ko'zlanayotgan maqsad kitob, ilmga, ma'naviyatga, ma'rifatga bizning yurtimizda ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik va albatta birinchi galda o'sha yoshlarimizning keyingi hayotini bugungi hayotdan-da yaxshilash ma'nosida qilinayotgan ishlar deb aytish mumkin. Kechagina muhtaram prezidentimiz ijodkorlar bilan chiroyli bir dildan suhbat tashkil etdi. Bizni ko'nglimizni o'stiradigan chiroyli bir xush xabarlar aytildi va mana shu mujdalar, mana shu aytilgan so'zlar ijobati bilan albatta barcha butun ijod ahlini hammasini ruhini, bo'yini bir qarish o'stirdi deb bemalol aytishimiz mumkin. Festival doirasida o'tkazilgan tadbirlar dasturi ham rang-barang. Zakovat intellektual o'yini, kitob, kviz, savol-javob tanlovlari yoshlar uchun o'z bilim va iqtidorlarini namoyon etib, ularni turli mavzulardagi savol-javoblar va bahs-munozaralarda faol ishtirok etishga undadi. Yaqinda yurtboshimiz tomonidan yoshlarni kitobxonlikka chorlash bo'yicha marafonga start berilganda o'sha topshiriqlarning ijrosi o'laroq Samarqand viloyatida katta kitobxonlik festivalini o'tkazayapmiz. Maqsad nafaqat yoshlarimiz, balki aholimizni ham kitobxonlikka o'rgatish. Mahorat minbari loyihasi ham festivalning muhim tadbirlaridan biri bo'ldi. Unda yoshlar o'z fikr va mulohazalarini erkin bayon etib, kitob o'qishning inson kamolotiga ta'siri, ma'naviy barkamol avlod tarbiyasidagi o'rni haqida chiqishlar qildi. Kitobxon quiz tanloviga qatnashdim. Men hozirgacha 400 dan oshiq asarlarni mutolaa qilib kelganman. Hozirda Samarqand viloyati mutolaa yo'nalishi sardori hamda Narpay tumani bosh sardoriman. Kitobxonlikka 4 yildan beri qiziqib kelaman. Kitobxonlik bu boshqa bir olamga tushib qolish demakdir. Bugungi kundagi vaqtimni kitobxonlikka sarflaganimdan, kitobxon do'stlar orttirganimdan bag'oyatda xursandman. Ishtixon marmaridan tayyorlangan 60 tonnalik kitob monumentining ochilishi festival ishtirokchilari uchun kutilmagan sovg'a bo'ldi. Ishtixon tumani markazidagi Ustozlar xiyobonida qad rostlagan mazkur monument shu hududdagi ma'naviy muhitga to'la hamohang tushdi. Kitobxonlik festivalining hayajonli lahzalaridan biri anjumanda faol ishtirok etgan yoshlar, ijodkorlar va hamkor tashkilotlar mas'ullarini taqdirlanishi bo'ldi. Ular tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.